Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimiz Tunka tayyor holatiga olib kelyapmiz. Rekalarni qatiryapmiz mana. Bu obyektimiz razmerlari uzunasi 30 metr, eniga 14 metr bo'ldi. Ustun xorilarimiz mana 4 tali bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Sarroplarimiz 4 tali, stokalarimiz ham 4 tali, oralari mana 6 metrdan. Shapkamiz 1,5 metr chiqqan tashqariga. Narx-navolari 170 mingdan 300 minggadir. Bu joyimiz 200 mingdan tushgan kvadrati 84 millionga mana shu joyimiz bo'ldi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 88lik kodi bilan 978 7807. Bu obyektimiz Samarqand viloyati Pastarxon tumanida bo'ldi. Arabxona degan qishlog'ida. İçidan ko'rinishni ham olib beraman sizlarga. Mana obyektimiz ichidan ko'rinish holatlari. Shotili bo'ldi bu Duvayno. Bemalol loy bossa ham ko'taraveradi, lom bosqisi ham. Har qanday o'lchamdagi uy tomlari, katta zdaniya, zavod, fabrikalar ustilari bo'lsa, 24 metr, 25 metrgacha bez ustun yo'q beraveramiz. Molxonalar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana obyektimiz yonboshdan ko'rinishlari. 1,5 shapka chiqarganmiz. Ustalarimiz hozir rekalarni qatiryapti. Rekalarimiz 65 santimetrdan Tunkaga moslab beryapmiz. Firmalarimiz orasi 1,5 dan bo'lgan. Akalar, kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.